Narxi necha pulga olsiz aka buni? O'zi menga buni bankdan olganman. 400 millionga aylangan. 36 ming bo'lsa berib yuboraman. Naqd bo'lsa? Naqd bo'lsa 36 mingga berib yuboraman. Narxiga yarasha noturar binoyimiz sotilyapti 174 kvadrat metr. Bo'stonliq tumani G'azalkent shahri Amangelli ko'chasida. Bu joyimiz o'zi Stari Gazalkent, eski Gazalkent deyiladi. Yana bitta yaxshi tarafi betonli plita tashalgan, moshina qurilgan, bino inshoot, ikkinchi qavatga ko'tarib turar joy qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bino ichkari qismiga kiramiz. Bu videoni shunaqa noturar joy qidirib yurganligiga jo'natib qo'yamiz. Bu yo'lda kommunikatsiyadan muammo yo'q. Xonalarni ko'rasizlar. Shilaka blokdan qurilgan 3 ta xonadan iborat. Bu yerda bitta xonasi, bu yerda bitta xona, yonida yana bitta kattaroq xonasi ekan. Hojatxona sanuzellari ham bor ekan. Pekarning o'rnida oldin ishlatilgan ekan. Xohlasanglar noturar joyi, turar joy qilib olsanglar ham bo'ladi. Maydoni 174, lokatsiyasi yaxshi joyda joylashgan, aholi zich. Bu atrofda do'konlar yo'q. Nima biznes qilsanglar ham yarashaveradi. Pekarni qilasizlarmi, savdo sotiqmi, nima qilsanglar ham aholi zichligi sababli savdolar to'xtab qolmaydi. Narxi keladigan bo'lsak, 36 ming dollar so'ralyapti. Narxiga yarasha bu joylar 40 ming, 45 ming dollar so'ralgan. Bo'stonliq bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu videoni shunaqa yer maydon qidirib yurganligi jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib qo'ying.